kim bir musulmon kishining molini nohaq olsa, Alloh taologa uning g'azabiga giriftor bo'lgan holda yo'liqadi deb Rasululloh marhamat qilyaptilar. Birovni haqqini ado qilmasdan, qarzini qaytarmasdan, birovni haqqini yeb o'lgan odam Allohga darg'azab holda, Alloh unga g'azab qilgan holda Allohga ro'para bo'ladi. Bu juda yomon narsa. Bundan juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ayniqsa savdo sotiq shu bilan shug'ullanadigan kishilar birinchi o'rinda azizlar halol bo'lsinlar. Keng fe'lli bo'ling. Ana shunda Allohning o'zi sizga barakot beradi. Sotganda ham, olganda ham, haqqini talab qilgan vaqtda ham bag'ri keng bo'lgan kishiga Alloh rahim qilsin deb Rasululloh marhamat qildilar. Ya'ni keng fe'lli bo'lgan, sotishda ham, olishda ham, haqqini talab qilishda ham keng fe'lli bo'lish, bu Allohning rahmatiga muyassar bo'lish.